Ko'rayotganinglardek mana bu yerda hech qanaqa kuch yo'q. Bemalol qotirib olasizlar. Ishimiz hal. Yonga qotirish uslubimizni apros qilib so'ragan paytimizda juda ham ko'p stok ukalarimizni qizuv deb belgilashgan ekan. Shu yo'nalish bo'yicha video qilishga qaror qildik. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mehnatimiz uchun video yoqayotgan bo'lsa, bitta like ayamaysizlar. Videoni boshladik. Bu yo'nalishda ishlashimizning ikkita oson usuli bor. Birinchisi, plyonkani ko'proq olasizlar, plyonkani o'zini qotirib chiqamiz. Ikkinchi oson yo'li, arzonroq yo'li laminatsiyadan foydalanamiz. Bu yo'nalishni menga Tuning Forecast'dagi Mansur akam o'rgatganlar. Akamizga rahmat kattakon deb qolamiz. Ko'rayotganinglardek bu yerda sklatkalarimiz bor. Mana shu narsani yo'qotish uchun plyonkani tortamiz, figuraga solamiz. Mana shu sklatka yo'qoladigan darajada va shu yo'nalish bo'yicha kriloga qotirib olamiz. Ko'rib turganinglardek tayyor etap-etap oldini qotirasizlar, yonini qotirasizlar. Oldi, yana yon, uchta taraf bo'lgandan keyin ko'rayotganinglardek hech qayerda kuch tushmayapti va oxirgisi bu tarafdan tortib olasizlar. Tortishda ham pastga tortib olasizlar. Bu narsani nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, chempion misolida ko'rsatdik. Boshqacha yo'nalishda qilsa tez qilib qo'ysa bo'lardi. Bu yo'nalishni ko'rsatish uchun shu videoni olaman. Range Rover avtobiografiyalarda yoki i5 shunga o'xshash BYD avtomobillarda qiyinchilik tug'diradi. Aynan mana shu yo'nalish shunga kerak bo'ladi. Ko'rayotganinglardek mana bu yerda hech qanaqa kuch yo'q. Bemalol qotirib olasizlar. Ishimiz hal. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq yo'nalishimiz bor. Agar qiziq desanglar, kommentariy yozib qoldiringlar. Unga ham video qilamiz.